Xullas zili 31 da holati ideali. Aka 18 mingdan o'tib ketganmi shu mashina? Narxi 22 mingga tushgan o'zimizda. 22 mingga tushgan. Voy, bir 15 tonna atrofida yuk olsa kerak a. Oho. Ha, qaranglar, balon buruvchilar. Rul yumshoqmi? Ana. Gidravlikadan yumshoq. Mana Gentra Kuburtlarning gidravlikasi bor-ku. Aha. Shundan yumshoq. Undan yumshoqmi? Молодец. Elektrousilitrga o'xshagan rullar va yumshoq. Elektrousilitre rul bor, o'shanga o'xshab yumshoq. Gap yo'q. Bu zilni ko'rib ishoninglar, keta olmay qolasizlar. O'zim ham ishqiboz bo'lib qoldim. 90-yil ekan. Bunga egalari 18300 ga olib, yana 4000 oshiq rasxod qilib yuborishibdi. Qaranglar, hozir 22 mingdan ham o'tib ketibdi. Mana shu hozir Toshbuloqda turibmiz. Toshbuloqda shu qishloqda ishqibozi ko'p ekan, lekin naqdga pul zarur bo'lib qolibdi, shunga sotilyapti ekan. Polni mostlari yo'q, hadovoy qismi havo ekan, tormozlarigacha motorlar Ural. Srochni sotilyapti ekan. Sizlarga bitta obzorlarni qilib ketamiz. Ishonsanglar, mana rulini ham ko'ringlar, gidravlika qilib shunaqa yumshoq qilingan. O'sha Gentra mingan tanishlar ham hozir ushlab burib ko'rishdi. Gentrada yumshoq ekan, gap yo'qdi, qoyil qolishdi. Diqqat bilan, xudo xolasa, hamyonbop chiroyli qilib sotamiz, pul zarur deyapti. Naqd bo'lsa arzon qilasiz. Diqqat bilan ko'ringlar, videoni boshlaymiz o'rtoqlar. Mana zil ko'rib turibsizlar, 131 Ural motor. Xudo xolasa, mashina hozir yurib turadi, soatda ishlayapti. Videoda ham qo'yib boramiz. Ko'ringlarchi, balonlari ham mana fura balonlar ko'rib turibsizlar. Ramalari butun deyishyapti. 6 ta mana torpeda gaz balon. Orqasi chuqurdan mana. Ramalari butun, buni aytdim. Razvedkalari bor o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Hamma yo'qi joyida hali. Taglari ham zo'r. Mana balon holatlarimiz. Turi 60 ichi, kuzovniki o'rtoqlar. Hop. 250 bo'ladi, 245 50 bo'ladi. Endi balandligi mana 130. Egalari Rossiyada ekan. Shunga endi turmasin, sotib qo'ya qolaylik deyaptilar. Narxi ham hamyonbop, xudo xolasa, o'zlari 22 mingga tushgan. Nima qilamiz? Qancha narx bo'lyapti bozorda deyshudi. Aka dedim, kelishtirib aytaveringlar, unaqa narxga nima desam. Bo'ldi. Xudo xolasa 16 ming deyman, ozgina kelishtirib beraman deyaptilar. Shunga o'rtoqlar kelishsanglar, xudo xolasa, oz ko'p emas, mo'ljalga yaqin qiling dedim. Tayyorga salonlarni ko'rsatsam, hozir ishqiboz bo'lib qolasizlar. Salonlar linoleyumlari bo'lgan, muzikalniy barlar bor. Keragicha tiqilgan ekan bunga. Endi o'rtoqlar yo'q deganda shu 15 tonnani olib ketaversa kerak. Silindri ham shu Mazdikimi 2 tali deyishdi, Ruminskiy bo'lsa kerak, adashmasam. Mana havolari, keyin mana tormozlari ham mana havo tormozlar mana. Ko'ryapsizlar-a? Motorlari ham Ural motor, xudo xolasa, nima yo'q. Bu anchadan beri yurgan yo'q ekan. O'shanga olinglar mana, kuzov ham o'sha radni o'ziniki. Shu vayendadan chiqqanni chiroyli qilib tayyorlab olgan ekanlar. Shu tayyorlangandan olganlar, keyin yana kamiga baquvvat qilishibdi-da buni. Yakkamoz qilib, havo qilib, mana motor holatlari, motorlari ham soatda ishlaydi, hozir yuzib ko'rdik. Xullas, o'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa 16 ming naqdga bo'lsa chipcha tushib beramiz deyaptilar. Telefon raqamlar ekranda. 90-yil zil 131 samosval holati moshni bo'lib turibdi. Bunaqasi kam bo'lsa kerak. Olaverasizlar. Namangan viloyat Toshbuloq tumani turibdi. Telefon qilinglar. Xudo xolasa pul zarur so'rashni sotib yuboriladi. Ular dokumentlari joyida, xudo xolasa bemalol kelishib olaverasizlar, lekin to'g'risi maslahat beraman. Zo'r yuk oladigan qidirganlar bo'lsa 16 ming kam bor, o'zi 20 mingdan o'tib ketibdi mashinaga. Olinglar, maza qilib minasizlar.